Kosmik texnologiya, yo'lda yurishga ruxsat berilgan muhandislik mo'jizasi. Formula 1 kabi tovush. Mercedes AMG One. Tarixga kirgan prototip. Hammasi 2017-yilda boshlangan. Mercedes AMG va Formula 1 muhandislari bir joyga yig'ildi. Maqsad Formula 1 texnologiyasini yo'lda yuruvchi mashinaga aylantirish. Bu oson emas edi. Formula 1 motori juda murakkab, yuqori aylanishda ishlaydi, tez qiziydi. Har bir detal millimetrga bog'liq. Lekin ular taslim bo'lmadi. 5 yildan ortiq vaqt, 275 ta nusxa har biri qo'lda yig'ildi. Formula 1 shablonlari asosida shakllangan kuzov, aktiv aerodinamika tizimi, harakatlanuvchi qanotlar, diffuzer va brake flaplar. Oldingi aktiv splitter yurish sharoitiga qarab ochiladi. Dynamic rear wing, elektron boshqaruvda pastlikda yopiq, yuqori tezlikda ko'tariladi. Sharkfine akula qanoti, orqa tomondagi havo burilishini barqarorlashtiradi. Tana tuzilishi havoni maksimal tarzda teshib o'tib, downforce, yordamchi bosim hosil qiladi. Race Plus rejimida to'liq aerodinamika potensial qanotlar ochiladi, shassi pastga tushadi. Havo oluvchi turbinali yon chiziqlar, ortdagi go'zallik 3 Whirlpool turbasi esa Formula 1 bolidlarini esga soladi. Uning yuragi haqiqiy Formula 1 dvigatel, 1.6 litrli turbocharxli V6 gibrid motor. Mercedesning Formula 1 bolididan olingan. 11000 aylanishgacha chiqadi. 4 ta elektromotor ishlaydi. Ikkita oldingi g'ildiraklarda bitta turboga yordamchi, bitta kranshaft bilan bog'langan. 1063 ot kuchi, 0 dan 100gacha 2.9 sekund, maksimal tezligi 352 km/s. Formula 1 bolididagi KERS tizimi tormozlaganda energiya yig'adi, tezlashganda portlaydi. AMG One Nürburgring Nordschleife trassasini 6:29 minutda bosib o'tgan. Mercedes AMG uchun Diver Trophy Formula 1 muhandisligini yo'lga olib chiqqanlik uchun berilgan. Bu kutilmagan texnika emas, bu rasmiy tarix. Bu texnologiyaning eng yuqori nuqtasi. 5 yil 275 nusxa, millionlab soatlar va ular uddaladi. Mercedes AMG One bu orzularning haqiqiy shakli. Uning yuragi trassadan kelgan. Har bir burilishi fizikaga qarshi chiqadi. Har bir tovush tarix qoldiradi. U javob beradi. Sizning orzuyingiz haqiqat bo'lishi mumkinmi? Bu kelajak qanday ko'rinishda bo'lishi kerakligining jonli isboti. Mercedes AMG One. AMG One haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying.